Hozir sizlar bilan make-up qilib, o'zim haqimdagi qiziq bo'lgan faktlarni aytib beraman. Men oilada kichkina qizman. Mendan oldin 2 opam va mendan keyin bitta ukam bor. Lekin oiladagi eng erkatoyi men bo'lganman. Qayerga xohlasam bora olmaganman, lekin xohlagan narsamni ola olganman. Judayam arazchi, sal gapga arazlab yig'laydigan qizman. Shu sababli dadam meni deyarli urishmagan. 11 yil maktabda o'qiganman. Maktabda oxirgi 2 yilim deyarli repetitorda o'tgan va maktabni bitirishim bilan grant asosida universitetga o'qishga kirganman. Ikkinchi kursni bitirishim bilan turmushga chiqqanman va turmush o'rtog'im mendan 10 yosh kattalar. Hozirda bitta qizimiz bor. Turmush o'rtog'im meni har doim hurmat qiladi va nimadir fikr bildirsam har doim inobatga oladilar. Eng asosiysi, meni hamma problemalarimni reshad qiladigan insonim bor. Bo'yim past, 1.58, vesim 22 kg. Eng yomon ko'rgan ishimdan bu bittasi polarch. Polarchni yoshligimdan beri yomon ko'raman, hali ham yomon ko'raman. Keyin ko'pchilik meni turmushga chiqmagan deb o'ylarkan. Sizlar menga necha yosh berasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videoda nimalar haqida gapirib chiqay, kommentariyaga yozib ketinglar. Shu bilan makiyajimiz tayyor. Hadeb like bosavermasdan, shuncha mehnatim uchun podpiska bosib qo'yinglar.